Uyda ham o'zi mana biz oilaviy o'tirsak ham bir chekkaga borib olardi. Hadicha desak ham qaramasdan hali o'ziga o'zi teskari qarab o'ylab o'tirardi o'zini xayollarida. Ushbu bemorimiz RAS diagnozi bilan kelganda, ya'ni rasstroyство autistik spektr, ya'ni autizm belgilari bor bo'lgan autizm belgilari bor holatda, ya'ni ko'zga qaramaslik, chaqirganda e'tibor bermasligi, bolalarga qo'shilmasligi, gapirmasligi, o'zi bilan o'zi o'ynab yurishi, ortiqcha injiqlik, gapirmaslik, tushunmaslik shikoyatlari bilan kelishgan. Hozirda Andijonda ham anchagina lecheniyalar olishgan. Bu yerda davo muolajalarini davom ettirishyapti. Hozirda holati anchagina yaxshi. Chaqirganda ismlarga reaksiya beryapti, bolalar bilan qo'shilib o'ynashni boshlagan, nutqi shakllanishni boshladi, so'zlar qo'shib qoldi, ko'pchilik bilan o'ynayapti, gaplarni tushunyapti. Hozir yerga o'tyapti, xudo xohlasa tez kunlarda chiqib ketadi. Oldin ham olgan deylar-a? Andijon olgan deylar. Andijonda durmet qilganmiz. Hozir 3-etapda. 3-olishlar bo'lyapti. Bunisi yaxshiroq ta'sir qilayotganga o'xshayapti. Ha, yaxshi bo'lsin. Bizga gap chiqaryapti. Dori-darmonlar ham olyapsiz. Golni ham olyapmiz. 10 kungacha yozib bergan. Korteksi. Qanaqa yurib ekan? Bog'chaga yaxshi, rosa zo'r. Aytishdimi? Bolalarga ko'pchilik qo'shilishni boshladi. Bolalarga birinchi borganda o'zi chekkada o'ynab o'tirardi. Hozir polni kirishib, bolalar bilan rasmlarga qiziqib, borib ushlab ko'rib, bunaqa mashqlarni bajarib, yaxshi rosa zo'r. Ko'pchilik o'rgangani yaxshi-da. Bolalarga qo'shilgan sari ochilaveradi-da. Uyda ham o'zi mana biz oilaviy o'tirsak ham bir chekkaga borib olardi. Hadicha desak ham qaramasdan hali o'ziga o'zi teskari qarab o'ylab o'tirardi o'zini xayollarida. Chaqirsak ham qaramasdi. Hozir Hadicha qayt, to'xta desak aytganlarimiz qilyapti. Sekin-sekin chiqib ketadi. Ozgina vaqt kerak. Ko'proq reabilitatsiya bilan chiqadi bu narsa. Ko'proq gaplashasizlar uyda, bola bilan o'zi bilan. Suhbatlashasizlar, rangli o'yinchoqlarni ko'proq o'ynatasiz, figurali, rangli. Bola bilan qancha ko'p gaplashganingiz sari bola sekin-sekin o'sha narsani tushunishni boshlayveradi, ochilaveradi degansiz. Ko'pchilikka qo'shish kerak. Detik planshetkalarga borasiz, batutlarda. Shunda ham sakramasdi-da. Anaqa batutga qo'yib yuborsak, turardi, faqat chekkaga chiqib olib turardi. Kecha kuni olib borib qo'yib yuborsak, hali bolachalar ko'pgina bolachalar o'ynaydi-yu. Qilganini qilyapti-da. Siyg'anchig'iga lestnitsalardan chiqsa, orqasidan yugurib chiqyapti. Siyg'anib tushsa, bunday qarab turadi bolachaga. Ashuni qilish kerak ekan deb orqasidan o'rganadi-da. Qaytarib siyg'anib tushyapti. Qanaqa qilishni bilmaydi. O'sha bolachalar bilan yurgandan keyin o'shni o'rganadi. Biz gaplashganimizdan ko'ra, ana o'zini yosh tengqurlariga qo'shganda ko'proq o'rganar ekanda, osonroq bo'lar ekan. Asli qilayotgan ishiga qarab turib, orqasidan bajaraverar ekan bolalar. O'zini tengqurlar bilan o'rganish osonroq bo'ladi. Shuning uchun ko'proq bolalarga qo'shinglar deymiz, bog'chaga boringlar deymiz. Bu holatdagi juda ko'pchiligi boshidan qo'yib qo'yadi. Olib bormaydi bog'chaga. Bolam o'zi injiq deydi, qanaqa qaraydi deydi. Maksimal ravishda ajratib qo'yishadi o'zini tengqurlardan. Yaxshi emas, noto'g'ri narsa. Biz boricha o'zini tengqurlarga qo'shish kerak. Bog'chaga olib borish kerak, o'rgatish kerak bolani. Bola o'zini tengqurlar bilan ko'p yurgan sari ulardan ko'proq o'rganadi, osonroq o'rganadi. Unga hech kim o'rgatish ham shart bo'lmaydi. Ko'rib turib o'rgangan bolalar aytganlar, demak shunaqa qilish kerak ekan. Erkin bo'ladi keyin. Telefon, televizorlarga kirib ketgan sari bola meni chaqirib ketaveradi. Kerak emas hozir bunga gadjetlar, telefonlar, planshetlar, umuman zarar. Kerak emas bu narsa. Viyligini hech bilmasdi, viyligini yapti. Bir kimga qilasan deb ko'rsatib bersak, pedalni tepishda o'rganyapti-da. Tepib minib ketyapti. Shunaqa narsa, harakatli o'yinlar ko'proq o'rgatinglar, bola bilan ko'proq gaplashinglar, muloqot qilishni o'rgatinglar. Bolaga qancha ko'p bo'lsa gapiraverish kerak. Bola eshitadi, tushunadi, o'ziga kerak bo'lgan paytda keyin chiqarishni boshlaydi narsani. Ungacha faqat gapirasiz, gapirib o'rgatasiz. She'rlarni yodlatasiz, aytib ko'rsatib, so'rab ketaverasiz. Bu nima? So'raganingiz sari bola ochilaveradi o'sha narsaga.